Pasajot turamiz. Qo'ydamiz hali ham kiyimda. Pasajot turamiz. Hozir esimga tushib ketdi. Juda ham pasajotlar. Men gapni ochib qiyomatning kunida o'tgan safar kelganimda gapirgan. Alhamdulillah shu qiblagohga borganim tarafda Alloh umrlarni ziyodat qilsin. Dadalarimni qo'lida ko'proq katta bo'lib, haligi qo'pol qilib aytganda qari odamni tahsil olib deydimi, oy o'tib qolgan menga. Bu gapni gapirganimni boisi mana ashaddiy muxlisim, ustozim desam bo'ladigan bo'lmas, opog'im rahmatliga otalik bo'lganim qo'yaman, opog'im rahmat. Bunday qilganimni boisi bir qo'shiqni yodladimmi? Ota o'tiring qo'shiqda aytib bering desam, to'xtab o'tir aytdi. Aytsam do'ppisini yetib chiqib ketadi. Emotsiyaga berila olmayapsan, dostonsan. Qo'shiq kimning dardini yozgan, kim uchun yozgan? O'sha insonga kerak bo'lsa, tasavvurda rahmat. Kerak bo'lsa meni kechirasizlar. Bu yerdan o'tganlarimiz bo'lsa, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Falastinga jon dadamni aytyapman mana do'stlar. Kak yetim bolani o'rnida o'zingni his qil. Dard bilmas, tana boshqa deydi. Qachonki o'sha yetim bolani rolini o'ynaysan, kelgan yurakdan ijro etasan. Bu kimning fokustirarkan deb aytman. O'sha she'rning ma'nosiga, matniga qarab, kimning dardini yozyapti. Shunga qarab aytgan. Endi men gap ochida aytib o'tgandek, qarodamni qo'lda o'sganman, bu zamon rivojdan mana 21-asrda yashayapmiz. Bu ana telefonda kommentariya deydimi? Kommentariyada yozishyapti ekan. Endi betgakani zaharlada deb zamonaviy gadoy deb. Xomsning gap banda gapiraveradi. Musa alayhissalom gapirishgan biz hech kim emassiz. Javob berish bandasi emas, bandadan zo'r chiqmaydi. Bitta zo'r tepalar. Hammamizga Alloh kifoya qilsin. Nima derdi hayot olganini. Negativlarga ham hisob bersin iloyim. Biz